problema hammada bor. Birinchi navbatda bunaqa muammosi bor qizlarga terini yaxshi namlantirishni tavsiya qilgan bo'lardim. Kelinglar, men hozir sizlarga yaxshi namlantiradigan narsalarni ko'rsatib o'taman. Birinchi navbatda sivoritka. Sivoritkalar terini shunaqa zo'r yumshatib beradi va bu tonalkalaringlar, kremlaringlar tezroq ta'sir qilib beradi. Sivoritkalarni bunaqa variantlari bo'ladi yoki bo'lmasam bunaqa variantlari bo'ladi. Bular вообще сразу ishlab beradi. Hozir men sizlarga bittasini ko'rsatib beraman. Обязательно qizlar e'tibor beringlar. Bular terini shunaqa mayin, yumshoq qilib beradi va surganinglarda tonalkalaringlar, kremlaringlar tezroq ishlab beradi. Mana qaranglar qizlar, terini qanaqa silliq va tiniq qilib qo'yadi. Hozir обязательно tavsiya qilgan bo'lardim. Libo Estee Lauder mana Night Repair yoki bo'lmasam Cleansing serumlarini